Ibzat aka, o'zingizniki bo'lgan joylarga keldik. Suhbatimizni mana shahrimiz Olmazor tumani Qoraqamish dahasidan. Biz 74-yil ko'chib kelganmiz bu yoqqa. Men o'zim 72-yil bo'lsam, 1 yosh 7 oyligimda ko'chib kelganmiz. Men aslida Qorasaroydagi 2-tug'ruqxonada tug'ilganman. Otam rahmatli ishchilar shaharchasida, Rabochiy Garodok deydi, o'sha Yangiariq mahalladan. Onam rahmatli Ko'kchadan. Lekin biz hozirgi Olmazor City deydi-ku. O'sha yerda Mikont ko'chasida burchakda bizani o'sha zavodda o'rnida uyimiz bo'lgan bir paytlar. Uyimiz buzilgandan keyin bu yerdan dom bergan. Yulduzxon bilasizmi? Robinson Crusoe filmida bitta jumla bor. Robinson Crusoe oroldan ketayotganda 28 yil 5 oy qanchadir umrim o'tdi deydi. O'shanga o'xshab bu yerda aynan shu mahallada meni 30 yil 5 oy yana nechadir kun va umrim o'tgan. Sababi 1 yosh 7 oyligimda ko'chib kelganman, ana bizning uyimiz bo'ladi, 4-etaj. Men shu yerda katta bo'lganman, lekin uylangandan keyin mana bu yerda turganman men. 9-domda bolalar, do'stlarim, qadrdonlar, oshna-og'ayniga maktabga borgan og'aynilarim hammasi shu yerda. Bizning xilxona ham shu yerda, o'sha ikkita ostanovka tepada, nari Said ota qabristonida ota-onamga, akam ko'milganlar. Demak, xo'ja guruh ijrosida kimsiz qo'shig'i. Alo. Qoraqamish bizani haqiqiy erkak tarbiyalagan. Hayotga qarashimizni, mas'uliyat, gapirgan gapga javob berish, hammasi mana shu Qoraqamish maktabda o'rgatganda bizga. Chunki bizning paytimizda o'g'il bolalar haqiqiy erkak bo'lmasa, gapirgan gapiga javob bermasa, bitta narsani va'da qilindimi, uni va'daning ustidan chiqmasdan, bajarmasdan ketishi bu katta jinoyatdan ham battar edi. Misol uchun bitta qizga yaxshi ko'rib sevgi izhor qildingizmi, uylanaman dedingizmi, bo'ldi uylanishingiz kerak uni. Bizning mahallaga etdan-betdan bolalar kelib qolsa, qo'ni-qo'shni qizlarni misol uchun kuzatib kelib qoladi yoshi kattaroq. Chaqirardik-da, "Bu yoqqa nima qilyapsan bu yerda? Nimaga kelding buni orqasidan?" Mahalla qo'rov. Ha, misol uchun, "Palonchi, men sovchi yuboruvdim, uylanmoqchi edim, shunga o'xshagan bir narsalar desa, o'shandan biz so'rab olardik shu narsani. Bolaligimizda oddiy o'tmaganda bizani. Mana shu yashash uchun kurash bo'ladi, o'sha yashash uchun kurashib o'tkazilganda, ota-onam birinchi bo'lib shu dars qillaring, dars qilib bo'lgandan keyin ko'chaga chiqasan deyshar. Va mana bu yerda to'yxonamiz bor. Bu to'yxona ichida bizda o'sha bolalar endi o'sha paytda bo'lardi, oshiq o'ynanardi, ketga o'ynanardi, lanka o'ynanardi. Lankani endi shunaqa ko'p o'ynardikki, bizning paytda lankani o'zimiz yasardik-ku. Uni grammlarigacha o'lchab qilardik-da, oyog'imizga bunday qilgan tushish kerak edi, oyog'imizga tepganda. Mahallada qo'y so'yilsa, qo'y terisi yaxshi, chiroyli, yumshoq, uzun o'sgan joylardan kutib turardik-da, o'shani kesib olishga bir xil paytda berishardi, bir xil paytda berishmasdi. Oq butga turibdi-yu. Shuni pasti bir 20 metr pastlikka qarab ketilganda bunda. Bir kun shunaqa bo'ldiki, bu yerda endi velosiped, samokatlar olib berishgan ota-onalarimiz, "O naryodan bir 100 metr naryodan bosib kelamiz" deb pastga mashinadan tushayotganda yutib chiqish maqsadida o'shani birinchi bor qo'lni qo'yib mana bu o'tardik-da. Shunda keldim-da, bir necha marta tushdik-da, bir mahal tezroq keldim shekilli, uzoqroqdan qo'yib yubordimmi qo'limni. Yarmiga kelgandan keyin velosiped mashinaqalardan ag'darilib ketdi-da, samokatda ekanman. Ag'darilib ketuvdi. Endi shilinmagan joyim qolmadi. Ikkita qoshim yorilgan, ruliga tegdi-da, ikkita qoshim. Mantlarim shilinib ketgan, oyoqlarim shilinib ketgan. Keyin bolalar ko'tarib qo'yishdi-da, "Davay chiq" deyishdi-da. Sekin sudrab samokatim uyimiz ham yoddidim-ku. Uyga qarab chiqib boryapman. Kamiga yana 3-etajgami zinaga chiqqanimda qo'lim og'rigandan zo'rg'a samokatni ko'tarib ketyapman bunday qilib. Samokat ham shu olgansiz. Samokat ushlab olgan. Endi 5-6 yosh bolamiz. Samokat ruli yana qoshimga tegdi-da, menimdan qon sharilib oqib ketdi. Uyga amallab zo'rg'a chiqib boryapsam, onam rahmatli endi ko'rib, "Ya, ke bolam nima qildi?" deyiladi deb o'yladim-ku endi men. Shuni ko'rdilar-da, ichkariga kirib ketib, qo'llarida remem nimadir olib chiqdilar-da, "Qachongacha sen to'polon qilasan?" deb taqirlatib urib qolsalar bo'ladimi? Baqirib urishib ketdilar-da. Men o'zi zo'rg'a turibman, hamma yog'im qaqshab borib ketyapti-da. Keyin "Ona" deyapman, o'zi zo'rg'a turibman. Undan ko'ra, "Bolam yaxshi keldingmi? Nima bo'ldi? Nima yiqilding? Nima qilding? Aytib og'rimayaptimi? Dishoningizmi qilayotgan ishingizni qarang" desam, keyin bar ona-yu jonlari achib ketdi shekilli edi. "Nima bo'ldi?" deb qoldilar. "Mana shunaqa bo'ldi" desam, "Sekinroq uchmaysanmi?" dedi. Baribir urishdilar lekin. Oilada nechta farzand bo'lgansiz? Oilada 7 ta farzand bo'lganmiz. Hozir suhbatimiz davomida aytib beraman. 90-yil akam rahmatli olamdan o'tganlar-da. 18-19 bo'lgan ekanlar akam. 16 yoshda kasal bo'lib qolganlar. 3 yilmi 4 yil yashaganlar. O'sha 19 yoshlarda o'tgan ekanlar. Men
1,5 yosh edi oramizda farqimiz. Shu 17ga men 18ga to'lmagan paytim bo'lgan. O'shandan keyin ulg'ayganman deyman. Akangiz vafoti bo'ldi. Vafotlari ulg'aytirilgan. Hali suhbatimiz davomida aytib beraman haligi. Mana shu fikr menga nimaga qatdan kelganini hozir suhbatimizda shu to'xtatib turamiz, akam tegmasin. Hali bitta bu joyga boramiz, o'sha yerda aytib beraman buni. Mana shu domda billa katta bo'lganmiz. Bilasizmi u kim o'g'li? O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov juda ham qadrdon, bir necha yil billa yelkama-yelka ishlagan, yonlarida shu yordamchilari, shofyorlari, endi u paytda prodyuser bo'lganmi, administratorimiz bilmaymiz, lekin yordamchilari bo'lgan. Abdusamad akam rahmatli, Abdusamad akam o'g'illari. G'ulom akamni bizni 85-yil birinchi marta mana shu ko'rganmiz. Bu meni yoshligimdan katta bo'lgan o'rtog'im, qadrdon. Ismi Farhod. Mana 54 yillik og'aynim. O'ziga yarasha bola bo'lgan. Mana shu to'yxonalarni o'zimizni adalarimizga, mana shu nima deydi, qo'ni-qo'shnilarga qarashib o'zimizni qurganmiz. Ana bu yerda mahallada mana bunaqa edi-da. Yosh ekan bu, kichkina ekan, ayashmagan bizlar. Mana shu tepasi lo'mbozligi, loylarni masjidami, bu yoq betidami loy qilingan-ku. 2-3 kunlab loy tayyorlab qo'yiladi lo'mbozga-da, uni oyoqlar bilan chiqib bosib boshqa qilib, keyin chelikda tashib berardik. Chin dildan, sadoqat bilan nima qilardik-da. Kechasi bir qo'ynimdan o'tuvdi-da. Mahallaga borsam bolalarni ko'ramikiman dedi. Farani ko'raman dedim, ko'rdim. Mana seni ham ko'rdim. Rustam o'rtog'im. Sindoshingiz bo'lgan-a? Ha, sindoshim. Billa katta bo'lib, hozirgacha ulfatimizda-da, billa. Shu mahallada tug'ilib o'sganmiz, billa, yoshlikdan o'rtoqmiz. Maktabga ketayotganda ham shunday chalib, bir-birimizni chaqirib. Shu joyni aytmoqchi edim. Oxiriga kelganda men tushardim. Mana Yulduzxon bu 18-domda bizaniki. Ikkinchi dom boshida, birinchi, ikkinchi domlarda o'sha yerdan talpa bolalar yig'ilib kelinardi. Mana shu bir-birini shushday chalib chaqirib, keyin oxir Komil bilan men tushardim. Komil 3-etajda, men 4-etajda turardim. Shu bilan ketardik. Ana yo'lda bu yoqda Shamshod degan og'ayimiz. Shamshod bo'lardi. Kayfiyatimiz bo'lsa, bir-birimiz bilan yaxshi bo'lib ketardik, bo'lmasa pista qurt talashib, urishib, talashib azob ketardik. Ko'chan daryoga chiqib kvasni ichib. Sahnada ham yoshlikdan katta bo'lib o'sgan do'stuz. Juda samimiy. Borini etadi yuzingizga. Nohaqlik bo'lsa, jahllari chiqib ketadi. O'sha vaqt biz jim turamiz. Juda hurmat qilamiz. Haqiqatan samimiy. Xo'ja ko'rsin emas. O'shanga yoshlikdan tug'ilib o'sgan jonajon o'rtog'imiz. 1-sinfdan to 10-sinfgacha birga o'qiganmiz. Birga to'polonlar qilganmiz. Birga darsda ham qilganmiz. Kimlarni yaxshi ko'rgan, hammasini bilaman deysanmi? Birga darslardan ham qochganmiz, hammasi birga. Qaysi fanlardan yaxshi edilar? Endi musiqaga zo'r edi. Fanlarni joyida o'zlashtirardi. Bu to'polonchiligi ham bor edi. Maktabda pardalarni ham yoqib yuborgan, joyi kelsa. Unaqa joylarni ham bor. Kunlar bedor ozor berib qalbimga. Sevgimga nega javob bermaysan? Seni o'ylab men har bir nafasimda. Bilmasmisan sensiz yashay olmasman. Bilmasmisan sensiz yashay olmasman. Hayot maktabini birinchilardan bo'lib otam rahmatli o'rgatganlar. Otam rahmatlining yonlarida ko'p yurardim. Bizani mana shu domimizdan sal nariroqda u paytda bunaqa mahallaga mashina qo'yish deyarli bo'lmasdi. Sababi mashina o'g'irligi juda ham bir trendga chiqqan edi. Mashina qo'ydingiz, ertalab tursangiz 4 ta ballonni yechib, mashinani yerga o'tkazib ketishardi yoki mashina laboyini olib ketib qolishardi, ichidagi magnitofonni olib ketib qolishardi. Shunaqa narsa bu. O'sha uchun naryoqda garajimiz bo'lardi. Ko'p vaqtimiz Adam rahmatlining o'sha yerda o'tardi. Va bozorga ko'p Adam rahmatli bilan tushardim. Bozor qilishni o'rgatardilar. Otam deb gapirib qo'yardilar-da menga. Kichkina bola bo'lib yur, bozor qilib kelamiz dedilar. Olib borib, bozorga kirganida har doim bozorni bitta aylangindirdilar. Aylanib chiqib, narx-navoni o'rganib chiqib, keyin savdo qilgan, kirgan zahoting olmagan deb ko'p o'rgatardilar va o'zlari shunaqa chiroyli bozor qilardilar. Hamma qarindosh urug'larimiz aytishardi, Risoy akam zo'r bozor qiladilar deb. Onam rahmatli mana shu dom orqasida boya ko'rdik, hozir a'lo to'yxona bo'lib ketgan. A'lo to'yxona bir paytlar 80-yillarda qurilishni boshladi. 82-yilmi, 83-yil anaqa ishlashga topshirilishga, foydalanishga topshirildi. Sotuvchi bo'lib ishga kirganlar.
Shu yerda ishlaganlar. Onam rahmatning oldilarida ham ancha umrim o'tgan. Onamga qarashardim, sababi charchab qolardilar. Men ham bilmadim endi bolalarcha haligi savdo-sotiqqa qiziqamizmi yoki onamga rahmim kelganmi. Obedda shu tushlik paytida hozir uyimizni ko'rsatdim 4-etaj. Yonimizdagi qo'shnimiz Habiba keyin bilan birga ishlashganda bu yerda. Birga shunda chiqishardi ovqatlanishga, tushlik soat 1 dan 2 gacha bo'lsa yana qaytib chiqib ketishardi. O'shanda toliqqanlarni ko'rib, keyin onamga rahmim kelardi. Kech payt chiqqin, menga ozgina qarashib yuborasan dedilar. Haligi qopda unlarni nima deydi, polkalarga taxlash, shakar bu narsalar bo'lsa, endi baribir kichkina bola bo'lsam, yigit bo'lganmiz-ku, qarashardim mana shunaqa qilib. Ota-onam oldilarida ko'p yurganman, duolarni olganman. Uyda 3-farzand bo'lsam ham o'zbekning kichigi bo'lib men qilardim-da, menga ko'proq ish buyurishardi. Bilmadim, balkim o'sha mas'uliyat bo'lganmi. Bitta ishni eplab qilib kelgan bo'lsam kerak. Otam rahmatli olamdan o'tganlarida men Chirchiq shahrida to'yda bo'lganman xizmatda. Yordamchim, shofyorim bo'lardi Alisher. To'yxonaga kirib bordik. Bir hali to'y boshlanishiga bir 15-20 daqiqa bor edi. Alisher bir mahal o'sha sotli telefonlar bor-ku o'sha paytda. Alisher aytdiki, "Izzat, men bir joyga borib kelay" dedi. "Qayerqa?" desam, "O'g'lim mazasi bo'lmay qopti" dedi. Mayli, tez kelgin dedi. Ketdi, Chirchiqdan ketdi endi. Mana taxminan soat bir 6:30larga ham 6:30ga borgan bo'lsak, bir 7lar nari berisi ketdi. 8 bo'ldi, 8:30, 9 bo'lyapti. Telefon qilsam, telefonga ham javob bermayapti va kelmayapti hamda. Men xavotir bo'laman. Yuragim qanaqadir, nimadir g'ashdi. Keyin soat 1:15 kam 11mi, 11:30larmi nari berisida yororga to'y tugatganimizda kirib keldi aytgancha. Keyin to'yga bizdan taklif qilgan Turg'un aka degan akamiz bor edilar. Rahmatli o'tib ketdilar Covid paytida. Turg'un akam bilan Alisher bundan meni chetga olishdi-da. Turg'un akam qo'limdan ushlab, "Alisher, sam skaji" deyaptilar-da, bunday qilibdi. Alisher bunday qilib turdi-da. Eta olmayapti-da menga. Men nima tinchlikmi deyapman-da. Men xayolim boshqa narsada-da, umuman boshqa narsa. Izzat dodani berib qo'ydik deb quchoqlab oldi. Boya ketganim shunga edi, avariya bo'lgan ekanlar dedi. Ustimdan bilmayman, bir chelak muzdek suv ag'dargandek bo'ldi-da. O'zim ushlay olmayman-da. Ne bunaqa bo'ladi, nimaga bunaqa bo'ladi, nima sababdan ano'mami? Chunki adam rahmatlining bir kun oldin ko'rgan edim. Bir kun oldin, 2 kun oldin ko'rgan ekanman mana. O'tgan kuni ko'rgan bo'lsam, ertasiga har kuni to'y bo'lar, to'y hasham bo'lar, uyga hadeb ham chiqa olmasdim. Bu yerda turardim deyman. O'sha bir kun orada chiqa olmagan edim, bir kun oldin ko'ra olmagan edim. Keyin mahallaga kelsak, shu necha yoshda? 60 yoshda. 60 yoshda o'tdilar. Onam rahmatli endi betdan ko'chib ketganimizdan keyin o'sha Glinkada turamiz hozir. U yoqda bizlar bilan ancha yil yashadilar. 2014-yil olamdan o'tdilar. Lekin alhamdulillah, ana men ota-onamni xizmatlarini bitta bola misol uchun qilish kerak bo'lgan ishni, bir o'g'il farzand qilishi mumkin bo'lgan ishni, qilishi kerak bo'lgan majburiyatlarini, qilish kerak bo'lgan ishni hammasini qilishga ulgurdim deb o'ylayman. Borib aytsam bu mungli arzu butlanarmi dildagi darzim, hech kimdan yo'q hech qanday qarzim, zaminda otam qabri bor, hech kimdan yo'q hech qanday qarzim, zaminda otam qabri bor. Otajonim, otajonim, otajon, sizni eslab qalbim titrar hamon. Otajonim, otajonim, otajon, ruhingiz men bilan hamisha har on. Mana bitta biza katta bo'lgan o'sha nima deydi, bolalikning eng shirin damlarini o'tkazgan futbolli bazamiz. Futbolli bazamiz mana Chigatoy. Yusufxon mana shu Chigatoy futbolli baza deyiladi. Bizning bolaligimizning bir qismi bu yerda ham o'tgan. Har qanaqa bola yoshligida futbol o'ynar ekanda. Lekin menda bolaligimdan
qo'shiqchiligiga, musiqaga e'tibor ko'proq qaratilingan, qiziqishim ko'proq bo'lgan. Lekin bu yerda ham chetlab o'tmaganmiz-da, o'shaning uchun bu yoqqa olib keldim-da. Mana mashta hozir biz ko'rib turgan joyda bu yerda mini futbolniy polya bo'lardi, asfaltli. Asosiy yashil o'tdan iborat futbolniy polya bu yoqda. Biz bu yoqqa kelib yillab qatnashganman demayman, bir necha oy qatnashganmiz. Lekin bari musiqa ustunlik qilgani uchun ikkalasini barobar olib keta olmaganman va musiqa bilan shug'ullanardim. Lekin mana shu o'smirlik paytida har bitta bola o'ziga yarasha nima deydi, ani bir zabardast bo'lish maqsadida, sport bilan shug'ullanish maqsadida o'ziga imkoniyat qidiradi-yu. Shunda biz mana shu futbolniy polyaga kelib yugurardik. O'yin bo'lyapti. Endi mahallaga mahalla bo'lganda o'rtaga nimadir qo'yilardi, qiziqish uchun-da, misol uchun. Sovrin. Sovringa misol uchun bir yashi anaqa limonatli bo'lardi, shunaqami, nimadir qo'yilardi endi o'zaro. O'shanda mahallaga mahalla o'ynaganmiz. Men bilan yana bitta başta 3-mi 4-chi dom turadigan, mendan 1 yosh 71-yil bola baratarga turganmiz. Shunda biz nima deydi, g'olib bo'lganmiz-da. Taymda almashganmiz baratar. Misol uchun men 1-taymda turib bergan bo'lsam, 2-taymda u turgan. Lekin aniq o'sha domimizni, mahallamizni g'ururini anaqa saqlashga shunaqa harakat qilardik, himoya qilishgacha harakat qilardik. Kopton bor ekan u yerda. Hayotda-chi, hayotda qanaqa darvozabonmisiz? Yaxshi darvozabonmisiz? Hayotda qanaqa darvozabonligimni yaqinlarimdan so'rashingiz kerak bo'ladi. Kunlar bedor azob berib qalbimga. Sevgimga nega javob bermaysan? Seni o'ylab men har bir nafasimda. Bilmasmisan sensiz yashay olmasman. Bilmasmisan sensiz yashay olmasman. Betga cho'milishga rosa qiziqardik biz. Sal o'tib ketdik, nariroqda katta tol daraxt bo'lardi. Tol daraxtda tros bo'lardi. Endi Qoraqamishda o'sgan o'zi suvda ko'p, bo'z suvda, qichqiruvda cho'milganlar hammasi biladi buni. Trosdan tashash sharaf edi, baxt edi-da. Ko'rdingmi, bugun palonchi joyga tashadi, pistonchi maminchi joyga tashadi yoki chuqurligiga tashadi deb shunaqani statusli berishardi bolalar. Ko'p endi o'lim bilan bog'liq holatlar ko'p bo'lganda bu yerda ko'p bolalar cho'kib ketardi. Sababi buni tegi juda ham shox-shabbalar ko'p-da bu yerda. Tushgan bolalar ilinib qolib chiqolmagan paytlari ham bo'lganda. Mana bitta katta ko'l bo'lardi. Bu ham 2-5 ga kiradi, Qoraqamish 2-5 ga kiradi. Unda Mamit mana shu domlar bo'lmagan, bu domlarning o'rnida katta bog' bo'lardi. Bog'ni kesib o'tib, bunda domlar orasidan kesib o'tardik-da, kelib ko'lda cho'milardik, betda cho'milardik. Buni suvi tozaroq, mazza bo'lardi buni suvida. Endi oqadigan suv-ku, ko'llik turadigan bo'lgani uchun ko'lliki har zamonda nima deydi, ochib almashtirmasa hidlanib ketib qolardi. Ko'lli suv sasib ketibdi, bormalaring unga deyishardi, keyin biz yoqqa kelardik-da, masalan qilib. Bu bilan juda ham ko'p voqealar bo'lgan, hodisalar bo'lgan. Qaysi bir xotiralar mana shu oqar suv yuvib ketishini xohlaysiz? Esimni tanib, bir mutaxassis bo'lib, kasb egasi bo'lib oyoqqa turdim-u, keyin undan bu yoqqa o'tgan hayotimga umuman afsuslanmayman. Umuman. Alhamdulillah, hamma narsani qanaqadir yetadi-yu o'zi. Alloh yaxshi ko'rgan ekan, Alloh mehribon suygan bandasi ekan deydi. Shunaqa fartoviy bo'ladi-yu. Alloh mengacha shunaqa berganda, birinchidan shunaqa zo'r do'stlarni taqdim qilgan. Yaxshi umr yo'ldosh taqdim qilgan. Bir-biridan shirindan shakar farzandlar, o'zim sevgan kasbim. Misol uchun men qo'shiqchilikdan boshqa kasb haqida o'ylamaganman. Mana kimdir nimadir haqida o'ylaydi, to'g'ri, biznesni qilish haqida, qo'shimcha daromad qilish haqida o'ylaganman, lekin asosiy kasbim qo'shiqchilikdan boshqa narsa haqida o'ylamaganman va o'shanga qarab intilib kelib erishganman shu narsaga. Bolaligimda endi bo'lgan bo'lishi mumkin, qanaqadir nimadir o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Boya eslab o'tdik-ku, lekin baribir unga ham afsuslanmayman. Sababi o'sha narsani ko'rganimiz uchun ham hozirgi keyingi hayotimizda bo'layotgan narsalardan ko'proq qadriga yetamiz. Bog' ichida gezar edim, qamchog'i yolg'iz, ogaxon uchradi menga bir qora ko'z qiz. Voy, Yulduzxon, mana bu daraxtlar bor, ikkalasi ham tarix 40 yilga yaqin bo'lib qoldi, kichkinagina bo'lardi, hozir katta bo'lib ketdi. Mana o'sha paytda ham kattaroq edi lekin, chinor. Lekin mashitda bitta suv bo'lardi. Suvda ham maktabdan chiqib yuz qo'lni yuvib, nima deydi, suvdan ichib, bolalar bilan to'polon qilardik. Hozir bitta narsa esimga tushib qoldi. Mashitda ariq bor edi, katta uzun ariq. Ariqga faraz qiling, mashina ariqi u yoqiga bu yoqiga o'tib bo'lmaydi, lekin bizda tarix o'qituvchimiz bor edilar. Moskvich mashinalarini 9-10-sinflar biza 8 milik bir bilmayman, bir 20 dan 25 dan 30 ta bola ko'tarib Moskvich mashinani
ariqdan bu yoqqa olib o'tib qo'yganmiz-da. Faraz qiling, ariq o'rtasida mashina yonida turibdi-da, qolib ketdi, o'ta olmaydi. Keyin bir mahal ustoz chiqmamda, kim qildi buni deyaptilar. Uni bir kishi qilmagan-da, uni ko'pchilik qilgan, hech kim bo'yniga olgisi kelmayapti. Xullas, mana shunaqa qilib, sho'xliklar qilib, ustozlarni ozgina g'ash etayardik. Hozir ariqlar yopilib ketibdi mana. Mana shu bo'lardi o'sha ariq. Hozir meni maktabdosh, sinfdosh bolalar ko'rib turgan bo'lsa, bu voqeani juda ham yaxshi eslashadi ular. Can 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 gözü ceyran aklımı aldı hayran kaldım can 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 gözü ceyran bir bakıp beni hayran kıldı. Mana xudo xolasa shu Olmazor tumanidagi 196-o'rta maktabga yetib keldik. Endi bu maktabimiz bilan xotiralar juda ham ko'p. Sababi biz 10 yil bitta maktabda o'qiganmiz. Ba'zida bo'ladi shunaqa 3-4 yil qaysidir maktabda o'qib keyin ketiladi boshqa maktabda. Endi o'zim bolalarimda shunaqa bo'lgan, lekin aynan biz mana shu 79-yil shu maktabga kelganmiz, 89-yil bitirib chiqqanmiz bu yerda. 4-sinfgacha klasskom bo'lganman. Krugli отличник bo'lib, gramatalar bor-ku. 5 dan 6 gramatam bor. Shu 5-sinfdan fizika kirganmidi? Kimyo menimcha 6-7-sinfdan kirgan. Fizika kirishni boshlaganda sal dovdirashni boshlaganman-da, ana qiynalishni boshlaganman. Keyin o'sha rus tiliga sal qiyinroq edi. Rus tilida har yili 4 chiqaverardi, fizikadan 3 chiqib qolgandi shu yilda. Keyin shu bilan sal qiyinchiliklar boshlangandan keyin orada akam rahmatli kasal bo'lib qolganlar aytgancha. Doktorga olib borsak aytganki, ko'p o'qishdan ham bo'ladi, bola постоянно miyasi stressda bo'ladi-da, anaqa nima deydi, beto'xtov anaqa qilsa. O'shaning uchun juda ham ana o'qishga bir xil bola qiziqmasa, uni zo'rlash ham kerak emas degandan keyin onam rahmatli aytdilarki, akang shu ko'p juda ham a'lochi o'qiganlar. Akam shu 10-sinfni bitirguncha 100% 5 bilan bitirganlar-da. Akang shunaqa kasal bo'lib qopti, mayli endi sizlar ham anaqa bo'lmaylar. Ja unaqa 5 ga o'qimasang ham mayli dedilar. Xudo bergan-ku menga, urre deganman. Birinchi ansamblingizni ham aynan maktab paytlarida tuzgan ekansiz. Maktab paytimda maktabda o'qirdim. Adashmasam 86-yil, 14 yoshmidim. 6-7-sinf paytimda ansamblimizdan beta tuzmaganman. Toshkent agregat zavodini dom kulturasi bor edi. O'sha madaniyat uyida meni ammam u yoqqa foto krujokka qatnashni boshlagan ekanlar-da. Shunda bir kun uyimizga keldilar-da, "Menga qara, jiyan" dedilar. "Sen qo'shiqqa qiziqib yurarding-ku" dedilar. O'sha men agregatni zavodni nimasiga, dom kulturasiga foto krujokka boraman. U yerda ansambl ham bor ekan. Bolalar ko'rdim dedilar, bolalar yig'ilishib, muzikalar chalib, qo'shiqlar aytib o'tirishdi dedilar. "Bormaysanmi?" dedilar. "Voy, olib borsangiz borardim" dedi. Xullas ammam bilan 82 avtobusga o'tirib, boya mahallamizga bordik-ku. O'sha yerda shuna ko'cha yuzida avtobus yurardi. 82 ga o'tirib, Severniy Almazorda o'sha agregatniy zavodda dom kulturasiga borib, qo'limdan yetaklab olib kirib tanishtirganlar. Gennadiy Kuzmich degan bundaqa mo'ylov soqol qo'yib olgan odam edi. O'sha kutib olganda, keyin nima qilasan? Mana shunaqa qo'shiq aytaman desam, yur deganda ichkariga olib kirgan, bolalar bilan tanishtirgan. Xullas 4 kishi o'sha yerda guruh qilib, bolalar kirganimdan keyin nima ashula aytasan deyishgan. Men aytdim, Rustam G'oyev repertuarlardan aytaman desam, qaysi ashulani aytasan dedi. Hammasini bilasizlarmi desam, ha dedi. Aqli xayolim oldi, maxfiyona qarashing, yuragimga o't soldi, nozlar bilan so'zlashing. Xullas Rustam aka ashulalarni aytib berdim. "Ya, ovoz yaxshi ekan" desa, olamiz ansamblga qilib. Xullas o'sha yerda ansamblga qo'shildim, olishdi, qabul qilishdi. Ansamblimizning nomi Ilhom edi. 88-yil to'xtatgan bo'lsak, 89-yil endi o'sha orada men Adam rahmatli, onam rahmatliga yetardim. Rustam G'oyevga rosa qiziqardim-da. Rustam aka oldiga olib boringlar, meni shogird tushaman deb. Shunaqa ishtiyoqim baland bo'lardi-da. Keyin Adam rahmatli aytdilarki, bir kun taksi haydardilar-da. "Otam" dedilar. Otam boya aytdim-ku suhbatimizda. "Otam, men" dedilar, o'sha Qozog'istonda turardi-da, Chimkent shahrida yashardilar Rustam aka. "Men Chimkentga bitta yerda klient olib, birga boramiz, seni o'shanda olib boraman" dedilar-da. Keyin bir kun kechasi soat 1:30da kelib qoldilar. Eshik taqilladi, onam rahmatli, "Izzat tur bolam" dedilar, "Adang keldilar."
Rustam aka oldiga borar ekansilar dedilar. Shundoq uyqudan uchib turdim. Qanaqa turganimni ham bilmayman, qanaqa kiyinganimni ham bilmayman. Kiyimlarimni tapir-tipir yig'ishtirdim-da. Ani soldat nechadir sekundda kiyinadi, shunaqa qilimdan yes deb tayyor bo'lib oldim mana. Keyin shu bilan adam rahmatli mashinalarda o'sha qozog'istonlik klient olgan ekanlar. Ular bilan birga o'tirib Chimkentga qarab ketdik. Kechasi 1:30 da meni olgan bo'lsalar, ikkilada yo'lga chiqqan bo'lsak, 2 soatlik yo'l edi Chimkent. Xullas 2 soatida Chimkentga yetib borgan bo'lsa, ertalab azonda shu 4:30-5 da yetib bordik Chimkentga. Keyin avtovokzalda ularning klientlarni tushirdilar-da. Endi hali rivojlanish bo'lmaganmi, gastinsa bo'lmagan ekan bu paytda bilmayman. Xullas mashinada adam rahmatli aytdilarki, otam dedilar, endi mashinada ertalab tong ottirib olaylik, masjidda pas uxlaymiz dedilar, keyin ertalab qidiramiz ustozingni uyini dedilar. Shu bilan ertalab 8:30 da uyqudan turdik-da, keyin borib undan borib surishtirdilar-da. Mana shunaqa Rustam G'oyev degan san'atkor uyi qayerda dedilar. Keyin bitta ikkitasi aytdiki, Rustam aka dedi, Zabodomda turadi dedi-da. Zabodom bu Chimkentga kirib kelishdagi qishloq ekan, o'sha shaharga kirib kelishdagi qishloq. Topdik uylarini, lekin Rustam aka yo'q deydi. Biz qaytib ketdik keyin. Qaytib ketdik-da. Bir haftadan keyin men onam rahmatli bilan borganman aytgancha. Hozir esimga tushdi. Onam rahmatli bilan bordim-da. Keyin uylariga borib shunaqa qildik. Ayollar aytdiki, Rustam aka obeddan keyin bo'ladilar, hozir yo'qlar dedilar. Keyin obeddan keyin biz borib soat 5larmi 6larga bordik. Keyin kutib olishdi, olib kirdilar uyga. Keyin Rustam akamdan qaradilar-da. Yoshing necha dedilar? 16 yoshdan. Qo'shiqqa qiziqasan dedilar. Qiziqaman desam, endi uka senga bir maslahat dedilar. Bu qo'shiqchilik juda ham mashaqqatli kasb dedilar. Agar shu kasbga chidayman desang, men senga yo'l ko'rsataman, o'rgataman, yoningga olaman. Yoki yarim yo'ldan tashlab ketsang, dedilar, "Yo'q, men dedim, juda ham qattiq qiziqaman. Xudo xolasa men katta san'atkor bo'lish niyatim bor" deb, nima deydi, keskin deydimi, o'sha tvorda gapirdim-da shu gapimni. Keyin bo'lmasam dedilar, "Sen mana mashqlarni bajargin, bir haftadan keyin kelasan, ko'rishamiz. Yana bafurchi gaplashamiz. Hozir men ishlarim bor ozgina" dedilar. Qo'limga bitta kitob berdilar. Xullas, mana shunaqa qilib 89 da Rustam akam oldilariga borganman. Keyin Rustam akam 91-yil Toshkentga ko'chib keldilar. Keyin ancha yengil bo'ldi. Ungacha har hafta, har oyda bir marta, ikki marta kichkina bola bo'lib, Ikarus avtobusida qatnardim o'sha nimaga, Chimkentga o'zim. Qo'shiqchilikka qiziqish ortib borib va 89-yilni oxirlari xo'ja guruhiga taklif qilinganman. Lekin bunga ham sabab voqea bo'ldi-da. Xo'jaga taklif qilinishimga sabab bitta bizlar bilan parallel sinfda o'qigan Bahodir degan o'rtog'im bo'lardi. Menga qara dedi kelib, endi u ko'cha bola edi. "Sen Rustam akam shogirdsan-ku" dedi. "Ha" desam, "Bitta joyga bormaymizmi anaqa? Bitta bola bor ekan, Rustam G'oyev shogirdiman deb aytar ekan hammaga. O'sha bilan ashula aytishasan deb bizani battle qildirmoqchi bo'lganda. Bo'ldi, boraman deganman. Endi men Rustam akam yonlariga borib yuribman. Qo'shiqlarning hammasini yoddan bilaman. Keyin maneralar, turish, yurish. O'zimdan Rustam G'oyev yasab olaverardim-da. O'sha Rustam G'oyev bo'lgim kelaverardi. Keyin bo'ldi, boraman Baho dedim-da. Keyin xullas bordik. U Do'mborovga ham qayerda to'yga olib bordi. Uni mashinasida bordik. Xo'jani hozirgi asoschilari, o'sha asoschisi Yunusali Xo'jabekov, keyin Bahodir Karimberdiyev va Chorsili Akmal akam bo'lardilar. Akmal akam o'sha komandasida bizani xo'jani asoschilari chalishar ekanda, ishlashar ekan birga Akmal akam bilan. U yerda Olimjon degan, Olimxo'ja degan hofiz uka og'aynimiz bor edi, Lisinovalik bola. Olim qo'shiq aytardi. Shu olim bilan meni endi ashula ayttirishdi-da. Olim chiqib o'sha o'zining repertuaridan nimalarni aytib berdi, men chiqib Rustam akam repertuarlarini aytib berdi. Mana shunaqa qilib keyin yaxshi yetarkansiz qilishdi-da. Shu bilan keyin olim bilan telefon almashib oldik. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin olim guruhdan ketadigan bo'lib qoldi. Keyin telefon qildi, "Izzatilla, mana shunaqa men ansambldan ketyotgandim" desam, dedi. Nimaga desam, "Ya boshqa ish qilmoqchiman, biznes qilmoqchiman" dedi. Bu 89-yil bo'layotgan narsa. Keyin shuni men o'rnimga o'ta olmaysizmi dedi. U paytda qarang, hozir bu menga telefon qilib aytayotgani birovni padudar qo'yib ketish ham mumkin emas bo'lganda. Mana u ansambl tuzilgan, hamma o'zining ishini qiladi u yerda. Bo'pti, men ketdim deb ketavera olmagan. O'rniga odam qo'yib, tashab, qolgan bolalarning ishiga xalaqit bermaydigan qilib ketilinganda, shunaqa mas'uliyat bo'lganda bolalarda. Menga prodyuserlik qilgan, oyoqqa turishimga juda ham katta yordam bergan, hayotimda umuman o'zgarishiga juda ham katta sababchi bo'lgan
Yunusali Xo'jabekov do'stimga alohida minnatdorchilik bildiraman. Shu do'stim bilan telefonlashganmiz o'shanda. Olim telefonlarimizni bergan bir-birimizdan, endi u paytda sotuvey bo'lmagan u. Damashqiy nomer bo'lgan. Keyin bir kun o'sha Yunusga telefon qilib, "Yunus, mana shunaqa men Izzatman" dedim. U ko'rishgandik to'yda dedim. Olim shunaqa dedi desam, "Ha, bo'ldi" dedi. Malika bor-ku, Malika hozirgi Malika bozor o'sha. Malikani oldida trolleybus kurugi bo'lar. O'sha yerda ko'rishadigan bo'ldik. Xullas Yunus ukasi bilan keldi bu yoqqa. Keyin Sebzorga biza o'rtog'imizdan uyda repetitsiya qilardik. O'sha yoqqa bordik. Endi men qilmasdim, meni olib borishdi o'sha yoqqa aniqrog'i. Ana o'sha yerda keyin o'tirib hamma narsani boshqatdan nima deydi, repertuar tanlab, gaplashib, shu puxta qilib, hech kim bir-birini podvadit qilmaydigan, tashab ketmaydigan qilib gaplashib, ana o'shanda xo'ja guruhini nima deydi, sostav bor, birinchi tarkibiga qadam qo'yib ish boshlaganmiz. U paytda nomi xo'ja bo'lmagan, boygiga o'xshagan yana ana bir kulgili nom, Oqshom degan nom qo'yganmiz. Nimaga unaqa nom qo'yganmiz bilmaymiz. Yig'ilganimizdagi repertuar qildik, bosh qildikda, keyin bizga bitta nima deydi, bir yo'lboshchi, bir ustoz o'zimizga qidirishni boshladik. Shunda Yunusali bilan Rustam o'rtog'imiz, shu ansamblimizning eng asoschilari Rustam Alimxo'jayev, Yunusali Xo'jabekov aytishdiki, Botir akam, Toshxo'jayev bo'sh bo'lib qolibdilar hozir. Qars degan gruppa esinglarda bo'lsa, Grand Prix olib kelishdi-da, Almatada, Aziya davosidan. Keyin bularda nimadir bo'lib, xullas guruhdan bolalar tarqaladigan bo'lib qoldi. Botir akam bo'sh bo'lib qolibdilar. Kelinglar Botir akam oldiga borib, Botir akam taklif qilamiz deydi. Keyin biz ikkilandik. Ochig'ini aytsa, Botir akam endi biz yosh bolamiz-ku, ular professional ishlab yurgan odam yosh bolalarga o'tarlarmi deb aytdik. Shu bilan Botir akam sal nima qildilar-da, bolalar qo'yinglar endi men ana nuqul qo'lim oshga yetganda bir nima bo'lib shu ansambl anaqa bo'ladi. Ko'nglim sovib ketdi deganda Yunusali bilan Rustam Botir akam ishontirib, ugarit qilib shu guruhimizga olib kelishgan 90-yil boshida. Botir aka, xudo xolisa 100 yerga qaratmaymiz. Siz bizga ustozlik qilishingiz kerak. Biz juda ham qattiq qiziqamiz muzikaga. Bizning bitta ishlashimizdan ko'ring deb olib kelishgan. Keyin Botir aka repetitsiyamizga kelib ko'rib, hammamizga yo'nalish qilib berganlar va guruhda sekin oyoqqa turishni boshlagan. Shu bilan 6 yil ishladik 96-yilgacha va 96-yil endi yana o'sha boyidek ana bolalar kimdir boshqa ish qilaman dedi, kimdir biznes qilaman dedi, kimdir u dedi, bu dedi. Yana tarqalish boshladi. Keyin men Yunusga aytdim, Yunus o'rtoq, men umrimni mana shu san'atga bag'ishladim. Men boshqa narsa haqida qanaqadir tasavvurimda yo'q dedi meni. Ke shu xo'jani men saqlab qolaydi. O'zim alohida nima boshqatdan faoliyat yurg'izaman desam, agar eplasang gap yo'q dedi. Keyin borib Botir akamdan ham roziliklarini olib Botir akam mana shunday qilmoqchiman desam, Izzat ko'zing yetsa bajoni dedi. Men sen bilanman dedilar. Men yordam beraman dedilar, lekin bar meni qiladigan ishlarim bor. Sen hali oyoqqa turguningcha nima deydi? Ancha vaqt ketishi mumkin. O'shaning uchun men qiladigan ishlarim bor, lekin nima maslahat kerak bo'lsa, nima yordam kerak bo'lsa, men tayyorman dedilar. Yunus o'rtog'im kelib bir kun uydan olib ketdi-da. Yangi qo'shiqlar qilib yorib chiqish niyatli yo'qmi dedi. Niyat kimda bo'lmaydi dedi. Meni niyatim shu-ku desam, faqat unga pul kerak desam, men senga pul beraman dedi. Как будто bir nima deydi, ani Xizr buva kelib oldida tila-tilaging degandek bo'ldi-da menga. Nima qilib beraman evaziga desam, hech narsa qilmaysan dedi. Biz sen bilan do'stmiz, qadrdonmiz. Sen oyoqqa tursang, men xursand bo'laman deb shunaqa chin dildan iskrenniy gapiryapti bu gap. Bo'ldi, o'rtoq, ertaga boshlayman dedim-da. Keyin shu bilan Ruslan akam oldiga borib, keyin ijodimiz davom etib 97-yil o'sha albomni boshlagan bo'lsak, 98-yil 5-sentyabr kuni albomimni oxirgi 5-sentyabr emas, 5-avgust kuni ekan. To'yimdan bir oy oldin qo'limga albomimni kasetasini olganman-da. Shunda albomim tayyor bo'lgan, albomimni quchoqlab, keyin bir oydan keyin uylanganman-da. Mana shunaqa qilib, keyin bir 2 oy, 3 oydan keyin ashulalarni nima radiolarga berganmiz, radiolarda ketib turgan va orada o'sha o'ynamaysizga o'rtacharoq klip olganmiz, mablag'dan kelib chiqib, shu bilan o'ynamaysiz o'zini kuchini bittada ko'rsatib, bir haftada effektini bergan. Ko'zlaringiz xumor, qalbingiz kimga intizor bilmagayman. Yuragimda ne gaplar bor, dilginamda ne hislar bor, bilmagaysiz. Bizda sizda muxlislar bor.
Izzat aka Muqimiy teatrini hayotingizda baribir o'rni bor ekan. Men hayron bo'ldim. Izzat aka kinolarda o'ynaganmidi yo qaysi spektaklda o'ynagan ekanlar desam, ishlaganman bu yerlarda dedingiz. Yusuf Zulayho spektaklda o'ynaganman bu yerda. Ana. Keyin Muhabbat Navolar degan spektaklda o'ynaganman. Aha. Bu yoqqa kelib qolishimning sababichi bilasizmi qanaqa bo'lgan? Men o'qishga oliygohga topshirganimda boya yetib o'tdim-ku, tarixdan yiqilganman deb. Shunda bu yerda teatr bosh dirijori Nabi Halilov bo'lardilar. O'zbekiston xalq artisti Nabi Halilov va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Nosir Otaboyev bosh rejissyor bo'lardilar. Ikkalaligi san'at oliygohida o'sha nima komissiyada o'tirishgan bo'lganda, keyin endi baribir ilgari shu narsaga juda ham ko'p e'tibor qaratilardi. Bo'y basti kelishgan odamga sahnani odami ekan deb ko'proq talab bo'lardi. Shunda Nabi Halilov aytganlarki, bolam qo'yningni cho'ktirmagin, teatrga ishga taklif qilaman seni. O'sha yerda ishlab turib, keyingi yiliga kelib topshirib o'qiyverasan deganlar. Men nima qilaman teatr desam, xor aktyori degan vakansiya bor, seni o'sha yoqqa ishga olib kiramiz, o'sha yerda ishlab turasan deganlar. Xursand bo'lib kelganman-da. Shu bilan bu yerda ishlaganman 1,5 yil. Va nimaga ketdingiz? Bu davom etmadi? Endi bilmadim, men aktyorlikka unaqa qiziqmagan bo'lsam kerak deb o'ylayveraman. Lekin teatr san'at oliygohida musiqali drama teatri aktyori fakultetini bitirganman. Izzat aka insonni hayotida shunaqangi bir chorrahalar bo'ladi-da. O'sha fikrni, qarorni, insonni hayotini kerakli bir nuqtalarni hal qilish kerak bo'lgan bo'ladi. Qarorlar tug'iladigan, to'qnashadigan bir nuqtalar bo'ladi va aynan mana shu Muqimiy teatrida kechgan yillaringizda, yashagan yillaringizda aytdingizki, ulg'ayib qoldim. O'sha ayrim sabablar deb suhbat boshida voqeani yarmida qoldirgandingiz. Hozir savolni boshlaganingizda sezdim. Boya Muqimiy teatrga borganda aytib beraman dedim-ku. Mana shu 90-yil may oyida akam rahmatli olamdan o'tdilar-da. 28-mayda. Keyin 3 kun endi fotihagarchilik o'tgandan keyin 3 kundan keyin ishga keldim bu yoqqa. Kelgan zahotim ishxonaga kira olmadim-da. Kelib bunda avtobus altdan tushib kelardim. Mana bu konechka bo'lardi, avtobus oxiri 59 avtobusda kelardim. Keldimda unda ko'cham bu yoq betiga o'tib, bunda suvni bo'yida charxpalak degan kafe bo'lardi. Suvni bo'yida o'tib, negadir suvga qarab, odamchi suvga qarab qanaqadir xayol surib qoldim o'sha paytda-da. Keyin bunda 20-30 metr yurib, anta suvni bo'yiga borib o'tirib oldim. Suvni bo'yiga borib o'ylab o'tirdim-da. Suvga qarab, negadir o'sha miyamga shunaqa fikr aylanish boshladi-da. Mana sandan katta akam bor edi. Akam olamdan o'tdi. Akam ota-onamchi unga qanaqadir katta o'g'il bo'lganiga mas'uliyatliroq qarashardi. Bir jiddiyroq ishlarni akamga yoki men bilan birga qilish kerak bo'lsa, akam bilan birga borib kel. Yoki akangdan maslahat so'ra. Akang. Endi akam olamdan o'tdi-ku. Demak, ota-onamga haligi akam olgan mas'uliyatni men bo'ynimga olishim kerak bo'lgan payt keldi menimcha dedim-da. Qanaqadir ko'zimga yosh keldi-da. Ko'zimga yosh kelib o'ylab o'tirib, birdaniga 360 gradusga tikka o'zgardim-da. Bir kunda ulg'ayib qoldim deganim shundan edi boya. Mas'uliyat qanaqadir yelkamga mas'uliyatni oldim va shu mas'uliyat bilan shu kungacha yashab kelyapman. Alhamdulillah, mana men ota-onamdan keyin opa-singillarim, jigarlarim yolg'izlatib qo'yganim yo'q. Hammasini nima tadbiri bo'lsa, nima kam ko'sti bo'lsa, har doim boshsiz. Nafaqat boshman, yelkamni tutib beraman. Yelkamni tutib o'sha aytamanki, mana yelkam, mana chiqinglar, men nima qo'limdan yordam kelsa qilib beraman. Izzat aka Muqimiy teatrini mana tomoshabinlar o'tiradigan joyga keldik va hayotingizni hikoyalarini eshitib, o'sha ansambl tuzilgani, uni faoliyati to'xtagani va u ham yaxshilikka xizmat qilib, xo'ja guruhi yaralgani va undan keyin mana Muqimiy teatrida ishlaganingiz men uchun to'g'risi yangilik bo'ldi. Bilmagandim, bilmasdim. Spektakllarda o'ynaganingiz, umuman bugungi kunlar uchun yana nimalardan voz kechgansiz? San'atga kirib kelingandan keyin baribir qanaqadir cheklovlar bo'ladi yoki yetishmovchiliklar bo'ladi yoki bizni xohlagan nimalardir, xohlasangiz xohlamasangiz ba'zi paytda ba'zi narsalardan nima deydi, voz kechishga majbur bo'lar ekansizda. Oddiy qilib aytganda, ko'chada yurishimizning o'zi ham hammaga o'xshab bemalol aylanib yurib bo'lmasdi-da. Hozirgi endi mayli bemalol yuramiz.
o'sha mashhur bo'lgan paytda ko'chaga chiqib odamlar bilan muloqot qilib parklarda shu xiyobonlarda bola chaqamni aylantirgim kelardi. Borib qolsam u yerda yurib bo'lmaydigan darajada bo'lardi. O'shani xohlardimda. Bugun mana nevaralaringiz bor. Hozir lekin nevaralarim maza qilib boqaman. Maza qilib boqaman, maza qilib qarayman. Agar menga tashlab ketishsa, men maza qilib boqib o'tiraman ularni. Bu ham bir qanaqadir baxt deb bilaman-da bu narsani. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor deydi-yu, lekin san'atga kirib kelganimizda men o'ylayman, mana shu muqimiyat teatrni ham roli juda ham katta deb o'ylayman. Sababi bu yerga kirganda juda ham katta ustozlarni ko'rganman men. Endi men o'ta ko'p ishlamagan bo'lsam ham odamlar bilan shu muloqotni yoki odamlarga qilinadigan qanaqa muomala, madaniyat. Tomoshabin bilan ham muloqotga kirish katta tajriba o'zi. Endi shunaqa, lekin men bu yerda unaqa katta rolni o'ynamagan, epizodik rollarni o'ynaganman-ku. Lekin shunda ham bir hayajon bosardi. O'sha hayajonni yengishga harakat qilardik. Lekin mana shu nima deydi, teatrga kirib olgandan keyin shu mana shu auradan ozgina nafas olib, mana shu auraning ichiga kirganingizdan keyin baribir o'sha narsa bilan yashashga majbur bo'lar ekansizda. Bir kun hovliga kirib kelsam, o'sha ustozlar o'tirishgan ekan, Surat aka Po'latov rahmatli chaqirdilar-da. Salom berib kirib ketyapsiz. Bolam bu yoqqa dedilar. Iloji boricha mana bizga shunaqa o'rgatilgandir. Hamza akalar shu narsani ko'p qaytarishar ekan, Hamza Umarovlar. Iloji boricha ustozlardan avvalroq kelishga harakat qilinglar. Keyin mabodo shunaqa bo'lgan taqdirda ham bunaqa kelib salom berib o'tib ketmagin. Salom berib so'rashishni o'rgangin. Hol-ahvol so'rashsang, bu ham bir qanaqadir anaqa e'tibor bo'ladi deb chiroyli nasihatlar berishadi. Shunaqa narsalar bilan bu yerda baribir hurmat, e'tibor, e'tirof yoki odamlarga munosabat, shunaqa narsalarni aynan shu tildan o'rganganmiz-da baribir. Izzat aka, maktab yillarimni eslayman, o'sha ayting kimsiz bormi yoki muhabbatimsan, shu qo'shiqlaringizda ham, sokin qo'shiqlaringizda ham doim muvaffaqiyat qozongansiz va hozir suhbatda aytdingizki, mashhurlik davrlarimda dedingiz-da, bular hammasi xotira, lekin bugun ham ijod qilyapsiz. So'ramoqchi bo'lganim, mashhurlik ham davri bilan bog'liqmi? Ya'ni mashhurlikning ham davri bo'ladimi? Albatta. Har bitta zamonni o'zini talabi bo'lganda, o'sha bizani chiqqan paytimizda o'sha davrni talabi bo'lgan bo'lsa kerak deyman. Sababi hozirgi yoshlar bizani qo'shig'i yoshlar eshitmayapti-da. Mana misol uchun men o'zimni boya aytib o'tdim suhbatimiz davomida, o'zimni didim bor, farosatim bor. Mana o'zimni didimga yarashasini Tanlovingiz bor. Tanlovimni muxlislarga berishga harakat qilaman. Lekin meni tanlovim hozirgi men shu chiqargan qo'shig'im mana shu yoqsa kerak muxlislarga deb o'ylasam, ozgina e'tibordan chetda qoldirishyapti. Eshitmayapti yoki nima eshituvchisi kamroq. Aksariyati eshituvchisi bo'lsa ham yoshi kattaroq odamlar. O'sha bizning bizga eski muxlislarni eshityapti. Bir kun shunaqa voqea bo'ldiki, Esingdami degan qo'shiq chiqardik-da. Esingdami o'sha. Shu qo'shig'i chiqardik. Endi bu qo'shiq meni nazarimda bu portlab juda ham bomba bo'lsa kerak deb o'yladim-da. Keyin qo'shiq chiqdi. 5-6 oy promo qilib aylantirdik, boshqa qildik-da. YouTube'larda qarag'am, prosmotrlar ham unaqa ko'p emas-da. Bilmayman, 300 mingmi, 400 mingmi qanchadir to'xtagan. Keyin hayron bo'ldim-da. Bo'lmasam ijro, aranjirovka, so'zlari, Mirtemir domlaning so'zlari ham juda ham chiroyli. Kliplari ham chiroyli qilib olingan. Keyin anaqa Lutfulla degan ukamiz bor. Lutfulla aytdiki, "Izzat aka, o'sha qo'shig'ingiz dahshat chiqdi. Nima aylantirmayapsiz?" dedi. "Lutton 5 oy aylantirdim" dedi. 5 oyda bo'ladigan narsa o'zi bo'lish kerak deyapman. Bo'ladigan o'zi 1 hafta 10 kunda bo'ladi. Bittada tortib chiqib ketadi. Desam, "O'sha aylantirish kerak edi, zo'r chiqibdi, animami" dedi. Keyin bir joyga borib qoldim, akamiz aytdilarki, "Izzatilla, yaqin bitta qo'shiq aytibsiz. Qo'shig'i san'at asari deb oladigan bo'lsak" dedilar, "bitta qo'shig'ingizda hamma narsa mujassam bo'libdi. So'z, ijro, klip, aranjirovka, hammasi super idealni chiqibdi. Juda yoqdi menga" dedi. Endi yoshi kattaroq odam aytayotdi-da bu gap. Demak, men tushundimki, meni aytayotgan yo'nalishim, aytayotgan stilim ozgina davri o'tibdi. Yoshlarning stili boshqacha ekan. Yoshlarning podacha bor-ku, o'sha berishi, podachasi boshqacha ekan. O'shaning uchun o'sha davr deb shuni nazarda tutib aytayapman-da. U kechagi kunni qo'shiqlari edi-da. Va buni tan olasa? Albatta tan olaman. Buni
bugun boshqacha podacha bilan boshqatdan bersak, ba'zi qo'shiqlarimiz tortib ketdi. Ba'zilari hali ikkilanib turdi, lekin borgan joyimda albatta eski qo'shig'imni so'rashadi. Yangi qo'shig'imni aytsam, eskisini ayting deydi. Eng ko'p qaysi eski qo'shig'ingiz? Muhabbatimsan, kimsiz, yoqasan. Eng ko'p aytiladigan. Bu ham bir yutuq deb o'ylayman Izzat aka, chunki retroga aylanish ham hammaga emas-da. Shunaqa muhabbatning olovligi olovdek beayovligi hamishalik lovlovligi ko'zi shahlo esidami suluvliging sehrdan soz seni sarvinoz yuzi eslasak baribir oz sehri savdo esingdami. Ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida siz bilan bo'lgan intervyularni qidirdim. Kam deyarli, lekin ko'pida turmush o'rtog'ingiz haqida gapirgansiz. Biz Izzat Ibragimov yoki xo'ja deb ham aytishadi-ku, siz endi xo'jani ayoli turmush o'rtog'i deymiz, lekin bugun masal boshqacharoq murojaat qilmoqchiman. Podpolkovnikni turmush o'rtog'i Izzat Ibragimov deb. podpolkovnik Nilufar Hamidullayevna. Ana. Voh, desak. Va oilada harbiy. O'zingiz ham shu sohadasiz-a? O'zim chegara qo'shinlari ansamblda faoliyat yuritaman, 17 yil bo'lib qoldi, lekin harbiy emasmiz. Biz yollangan ishchi tariqasida o'ta xizmat ko'rsatamiz, lekin ayolim harbiy vrach. Harbiy vrach mana shu bizani chegaralarimizni qalqon bo'lib nima deydi, qo'riqlayotgan butun boshli respublikamizning barcha chegarachilariga xizmat ko'rsatishadi. Chegara qo'shinlar gospitalda o'sha shifokor, tibbiyot fanlari nomzodi, plus o'sha poliklinikani boshlig'i. Yaxshi. Sog'lig'ingiz ishonchli qo'llarda. Nafaqat sog'lig'im ishonchli qo'llarda, bizdan chegarachilarning ham sog'lig'i ishonchli qo'llarda. Sababi uchi ayolimning bitta shunday xususiyati bor-da. Vrach odam avvalambor tili shirin bo'lsa bor, ikki og'iz shirin so'z bilanchi odamlargacha qanaqadirchi davo beradi yoki umid beradi-da. Shu o'zi Covid bo'lib qolganimda ham sal qolgan qo'limni ko'tarishimga-da. Juda ham mazam bo'lmay qolib, Nilufar boshimga yastuk qo'y, men ketdim deyman. Endi hozir protsessni uzoq qilib aytib bera olmayman. Juda ham mazam bo'lmay qolib, nafas yetmagandan keyin men juda ketdim, boshimga yastuk qo'yib bo'ldi deyman. O'zi tayyorlandim-da, men ko'zim oldiga ota-onam ko'rindilar. Keyin oppoq kiyimda bir farishta misol bitta inson ko'rindi-da. Ko'zda chaqnaydi odam, ko'z yonadi. Shunaqa yonib o'chuvdi. Men o'yladimki, menimcha ketdim shekilli deb o'yladim. Chunki o'sha menga nafas yetishmay zo'rg'a yotdi. O'shanda ham qo'lini ko'tarmadi ayolim. Yo'q, boshingizni qo'ymang, boshingizni qo'ysangiz ketib qolasiz deyapti-da. Amallab o'tiring deb. Xullas keyin bir ikkita joyga telefon qildi, o'sha diksametazon qiling deydi. Qildim dedi, yana qilib yuboring dedi. Chunki diksametazonning ham zarari bor ekan. Endi men og'ir bo'lib turgan paytimda haligi vrach o'rtog'im aytdiki, Nilufar endi xudodan buyog'i qilib yuboring dedi. Keyin o'sha paytda zgut topa olmaymiz, o'zim qo'limni siqib turdim, u qildi. Shu bilan sekin-sekin nafas ochilib, keyin amallab bansiga yetib borganmiz. Endi o'zim hali chegarada bo'lgan ko'pchilikdan eshitaman. Nilufar opam sizni ayolingizmi yoki Nilufar Hamidullayeva sizni ayolingizmi? Yaxshi vrach, zo'r vrach, bizani davolagan, bizani tuzatganlar yoki bizga ko'p yordam berganlar yoki ota-onamizga ko'p yordam berganlar desa, bari g'ururlanaman-da, xursand bo'laman-da ichimdan-da. Odamlarga qanaqadir yordamingiz tegishi, odamlarga yordam qo'lini cho'za olish, sizdan ular manfaat topishi bu ham bitta baxt-da. Har kimga ham berilmaydi bu narsa. Faqat ayol turmush o'rtog'idan emas, ya'ni eri ham ayolidan faxrlanishi, g'ururlanishi. Men qaysidir bir bu juda ham katta baxt. Er-xotin turmush qurgandan keyin qanaqadir bir-biri bilan bog'liqlik ko'p bo'lib ketadi-yu, yaqin bo'lib ketadi. Men ayolimga uylanganimda, men nazarimda shu 1000 yil oldin tanishganda edi. Nazarimda shunaqa. Xuddi mashq qiz, mashq ayol men uchun yaralganda. Ichimda shunaqa hissiyot paydo bo'ldi. Shuncha aytadi-yu, qalblarimizdan oldin ruhlarimiz topishgan deydi. Balkim shunaqadir-da. Izzat aka, bugun juda ko'p muxlislaringizni yoshligiga aylangan, o'sha retroga aylangan Izzat Ibragimov bugun faqat o'sha davrdagi yosh san'atkor bo'lib, ularning xotirasida qolib ketgan-u, bugun 3 ta farzandingiz bor, mana nevaralaringiz bor. 2 ta nevarangiz bor. 2 ta nevarangiz bor. Siz boya aytgandek, sekundlar ichida, soniyalar ichida hayot oqib o'tib ketdi va 50 dan oshib qo'yibsiz, qarang.
Bu yoshga ham yetganlar bor. Kechigida Yulduzxon kechigida bir muxlisamiz yozyapti. Izzat aka 15-20 yildan beri sizni qo'shig'ingizni eshitib yuramiz. Biza 40 ga kirdik, siz hali ham o'shasiz deb yozuvdilar. Men aytdim, "Yo'q. Men ham 54 ga kirdim. Umr o'tyapti" dedim. 54 ga kirdim. Endi baribir odam bor-ku. Ustozlar yoki yosh kattalar aytishardi-yu. Odam yosh katta bo'lgan sari ham baribir qalb yoshligicha qovurar ekanda, anaqa emas ekan. Qalbimiz yosh deb qo'yishadi, shunaqa. Va bu yosh yarim asrlik yosh qanday xulosalar beryapsiz? Misol uchun meni g'ayratim hali ham anaqa. Men misol uchun fizический ishlar qila olmayman, qilaman. Men g'ayratim hali ham nima? Ishlashga ham boshqasiga ham. Lekin vaqt baribir o'zinikini ko'rsatadi-yu. Biza xohlayotgan narsani, o'sha biza xohlab bermoqchi bo'layotgan qo'shiqlar yoki ijod namunalarini muxlislar qanday qabul qiladi? Bu qabul qiladimi yo'qmi? Ular uchun bu narsa yengillik bo'ladimi yoki modadan qolib ketgan narsa bo'lib tuyuladimi yoki ular uchun bir sayoz narsa bo'ladimi? Uni bila olmayman. Lekin harakat qilaman nimalardir qilishga. Dardim to'la osmon, qalbim bo'lar bo'ron. Sen bo'lmasang yonimda, sen bo'lmasang yonimda. O'ziga yarasha har bitta qo'shig'imizning tarixi bor. Misol uchun mana Onajon degan qo'shig'imizni Sarvar Rahmatxo'jayev ukamizni menga muzikasini olib kelganda sekvenserda, o'sha nimada Insonikda sekvenserda tayyorlab olib kelib, Izzat aka bitta zo'r qo'shiq qildim, vatan haqida deyapti-da. Hali she'ri yo'q. Menga muzikasini eshittirdi, kimdan eshitsam, vatan haqida men hech narsa ko'rmadim-da u yerda. Men aytdim, bu yerda qanaqadir ota-ona haqida shunaqaga tortyapti bu qo'shiq lekin dedim-da. Keyin Ibrohim akamga olib bordik muzikani. Ibrohim aka dedim, mana shunaqa Sarvar qo'shiq qilgan ekan, vatan haqida zo'r qo'shiq qildim deb olib keldi. Lekin men vatan haqida emas, bir ota-ona haqida qanaqadir o'sha melodiya shunga tortyapti dedim-da. Desam, eshitib ko'ring dedilar, keyin olib ketdilar. Ertasigami, inning bir kun ikki kun o'tgandan keyin Izzatilla she'r tayyor bo'ldi dedilar. O'zi biza musiqaga qarab she'r yozdirmasdik. Menimcha shu Onajon birinchilardan bo'lganda, shu musiqaga qarab she'r yozilgan. Shunda o'qisam, qarasam, musiqaga qolibdek tushib turibdi-da haligi so'zda. Va Onajon, baxtimni o'ylab tunu kun, halovat bilmasdan bir zo'r. O'zimdan o'rgilib har on yashaysiz aziz onajon. Haligi yuragim qanaqadir nima deydi? Sezgan ekanda o'zi shu musiqaga ota-ona haqidagi mavzu ko'proq tushishini. Va bunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Yana bitta qiziqarli holat, albom yozish jarayonimizda Ruslan aka Sharipovga aytdikki, Ruslan aka bir har xil temada tematik qo'shiqlar qilaylik desak, "Sallamanga" dedilar, "Sevgi haqida bir she'r olib kelinglar" dedilar. "Sevgi haqida qo'shiq qilib beraman" dedilar-da. Keyin Midlak haqida, og'ir qo'shiq haqida gaplashyapmiz. Bo'pti deb, keyin bir nechta she'r oldik-da Ibrohim akamdan, Ruslan akamga olib bordik. Bitta ko'rdilar-da, "Muhabbatim sani" she'rini. "Вот это хороший стих" dedilar-da. Tashadik, ketdik. 2 soatdan keyin telefon qildilar. "Ребята, я вам такую песню сделал" dedilar-da. Bitta borsak, endi Insonikda chalib berdilar. Qilib, lekin Ruslan aka endi klavish chalishni bilganlari bilan baribir mahorat Rustam Mahmudov chalimas edi, chiroyli kuy chalib berdilar. Keyin bizga u bittada yo'qdi kuyi. Voy deb qoldik. Nima degan kuy deyapmiz, haligani Ruslan aka chalib berganlar. Keyin studiyaga borganimizdan keyin Rustam Mahmudov chaqirdilar-da, aytdilarki, "Mana dedi, живой instrumentdan nimadir chaldirish kerak" dedilar-da, proigirishini. Keyin bir mahal Rustam akam chalib bersalar bo'lmaydimi? Fletada dedik. Studiyada ko'rishib qoldikmi Rustam akam bilan, de. Keyin bu o'tirdilar-da. Nomda Insonikda zvuklarni tanladilar-da. Bir mahal o'sha fletani bitta yoqib fletada chaluvdilar. Ozgina indiyskiy, iranskiy nolalar bilan qo'shib turib chaluvdilar. Studiya degani rus bolalar ham dotlavordi-da. Yuragini parchasini berib qo'ydilar-da, unaqa. Shunaqa tarixlarga ega bo'lganda qo'shiqlar. O'sha o'zidan o'zi yozilmagan va o'zidan o'zi paydo bo'lmagan. Har bitta o'sha qo'shiqqa hissa qo'shgan
kompozitor bo'lsin, musiqachilar bo'lsin, o'shalarning yuragini bir parchasi yotibdi o'sha qo'shiqlar ichida. Sen mening yoshalmas orzularimsan, bir umr hamrohim azoblarimsan, yurakka yozganim armon xatimsan, muhabbatimsan. Bugungi qo'shiqlarga mana shu jipslik yetishmayotgandek Izzat aka nima deb o'ylaysiz? Yoki o'sha ijodkorlar darajasi yetishmayaptimi yoki ularning o'zi yetishmayaptimi? Eshitishga talab bor, lekin jonli musiqani yozib tinglovchiga taqdim qilsangiz, unga talab yo'q ham deya olmayman, lekin Yaxshi qo'shiq ba'zi bir qo'shiqlarda aynan jonli musiqalar chalingan joylari yoki aynan o'sha narsa so'raladi. Ko'p holatda lekin qarash bir to'yga qaratilgan bo'lgani uchun, bir o'ynoqiligiga, ana sho'xchanligiga qaratilgan bo'lgani uchun deyarli shu luplardan foydalanyapti-da, tayyor lupdan. O'sha misol uchun mana studiyada ishlayotgan ukalarimiz ko'p bilishadi. Programmalar chiqib ketgan, tayyor lup olishadi, qo'yishadi. Unga et-betiga ozgina bezak berib, shuni chiqarib yuborishyapti-da. Kamroq mehnat bilan kattaroq effektga erishgisi kelyapti. Lekin unaqa bo'lmaydi hech qachon. O'sha baribir qilingan mehnat o'zini samarasini, hosilini beradi deb o'ylayman. Vaqtida yulduz bo'lgan hozirgi san'atkorlar yoki ko'p trendda bo'lgan san'atkorlar vaqtida zapret degan tushuncha mana san'atda bor, taqiq bo'lgan, tanaffus bo'lgan. Sizda ham shunaqa yillar bo'lganmi ijodda? Bo'lgan. 2007-yil adashmasam zapret bo'lgan, 5 oy zapret bo'lgan, lekin 5 oy bir 50 yilga tatigan. Taxminan bilaman sababini. Taxminan bilaman. Farg'onanimi, Marg'ilonnimi nechadir yilligi bo'lish kerak edi. Universiadaga o'xshagan narsa bo'lish kerak edi. Shunda meni kabbinga taklif qilishganda, bitta men yoqtirmagan xonanda bilan duet etasan deb taklif bildirishgan. Men aytmayman deganman. Men endi meni o'zimni urvinimni yoki men o'zim mavqeimni bir baland olish emas. Nuqtai nazardan emas. Lekin men u aytayotgan xonanda, ayol xonanda bilan men o'zimni ko'rmayapman-da. Men aytayapmanki, mana palonchi bor, pistonchi bor deb o'zim sanab beryapman. O'sha o'zimga mosroq. Mashina bilan ayting, gap yo'q aytamasam, yo'q. Sen Otabek bo'lasan, bu kumush bo'ladi, men ikkalang chiqib deyapti. Mana shunaqa anaqa qilasan. Bu odam o'tib ketdi hozir. O'tib ketdi, mayli oxiratlari obod bo'lsin. Keyin men aytdimki, aka, bitta narsa men o'zimni dedim, mana shunaqa prinsiplarim bor. To'g'ri tushuning, men aytolmayman dedim-da. Men yo'q, siz aytganingizni qilmayman, unga qattiq gapirganim yo'q. Sababi shu deb bilaman. Taxminan o'sha yillar oxirlarida zapret berilgan bo'lsa, keyingi yili 2008-yil 8-mart bayramiga, Navro'z bayramiga ham xullas yoqasan qo'shig'i bilan qaytadan chiqqanmiz. Oradan lekin 5 oy o'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Baribir odam bor-ku, har doim tadbirda qatnashib yurgan, eng oldi qatorda bo'lgan va har bir davlat tadbiriga alohida e'tibor bilan, tayyorgarlik bilan chiqardik. Muxlislarimizni biz chiqadigan qaysi qo'shiq aytishimizni va qanaqa kiyim kiyib chiqamiz, shulargacha e'tibor berib kuzatib o'tirishardi va albatta o'sha narsalar nima deydi, ko'p muxlislarimiz bilan ko'rishganda, uchrashganda, endi u paytda yo telefon qilishardi yo boshqa bunaqa Telegram nimalar unaqa rivojlanmagan paytlar edi. O'shanga ko'p aytishardi, zo'r kiyim kiyib chiqibsiz yoki palonchi kiyim kiyibsan yoki palonchi san'atkor mana bunaqa kiyim kiyib chiqibdi deb o'sha obsujeniyalar bo'lardi shu narsalar. O'shaning uchun muxlislarning oldida qanaqadir ularni ishonchini deymizmi, ularning hurmatini qozonish deymizmi, harakat qilardik. Davlat tadbiriga alohida bir tayyorgarlik bilan estradniy blok boshlandi deganda, estradniy blokda kim chiqadi, palonchi, pistonchi chiqadi deyilardi. O'sha blokka yorqin ranglarda bo'lishini xohlab, o'zimizni hissamizni qo'shishga harakat qilardik. Sevgi sabab, muhabbat sabab, yer osmon visol talab. Sevgi sabab, muhabbat sabab, bir-biriga turar mehrli qarab. Sevgi sabab, muhabbat sabab, yer osmon visol talab. Sevgi sabab, muhabbat sabab, bir-biriga turar mehrli qarab. Sevgi sabab, muhabbat sabab, bir-biriga
mehrli turadi qarab.